Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Erkin Acha radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Xitoy hukumati Xinjiang xizmat yig'ini ichilgandan buyon zo'r natija yaratganligini kuchab tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim bu 3 yilda Uyg'urlarning mislsiz darajada bulang-talang qilinganligini bildirdi. U yana yuqorqi yig'inning natijasida Uyg'ur eliga ko'plab Xitoy ko'chmanlari yerlashtirilganligi, buning badaliga Uyg'urlarning yer zaminlaridan ayrilib qelish qadamining tezliganligi, natijada rayonda muqimsizlik kuchayganligini bildirdi. U mundaq dedi. 23 aprel Seriq bo'yi voqeasi qatorliq voqealarimi mushu 3 yil jarayonida yuz berdi. Agar Xitoy degandek Uyg'ur elida aminlik ishga oshirilgan bo'lsa, bundaq voqealar yuz bermagan bo'ladi. U yana Jang Chunshan o'tirg'i qo'ygan Xinjiang tushi nazariyasi haqida to'xtalib, bu albatta bir tush. U tushib ketib qolaverdi. Xitoy Uyg'urlarni qilcha bosh egdirolmaydi dedi. Dadamtodagi milliy to'qinish voqeasi bilan jazoga buyurilgan o'smir mahkumlarning oila tavobatlarining norozilik arzi hozirga qadar javobsiz qoldirilgan. Taqatsizlangan oilalar navbatda arz qilib Beyjingga berishga hozirlanmoqda. O'tgan yili 5-oyda G'ulja Dadamto o'tir maktabida Xitoy o'quvchilar bilan Uyg'ur o'quvchilar orasida to'qinish yuz bergan. To'qinishda har ikki tarafdan o'quvchilar yaralanish bilan birlikda bir Xitoy o'quvchisi suvda tunjiqib o'lgan. Gerçi onun ölümüge Uyghur o'quvchilar bevosita sababchi bo'lmasa-mu, Xitoy soti bu yil 1-oyda 3 nafar Uyg'ur o'smirni 5 va 6 yillikdan qamoqqa hukm qilgan. Mahkumlar oila tavobatlari G'ulja shaharlik sotning bu hukmga norozilik bildirib, oblastlik sotga arz sungan. Ammo ularning arzi hozirgacha javobga erishilmagan. Bu 3 nafar o'smirning oila tavobatlari oxirgi chora sifatida arz shikoyat uchun Beyjingga qarab yo'lga chiqmoqchi. Uyg'ur biologiya olimi doktor Shuhrat Mutallib tunji bo'lib, odam terisidan to'ralma g'ol hujayrasini klonlab natija qozondi. Xalqaro matbuotlarda doktor Shuhrat Mutallibning insonlarning g'ol hujayra tadqiqotida bo'sish xarakterlik natija hosil qilganligini ilgari surdi. Uning mazkur sohadagi yangi natijasi 15-may hujayra jurnalida e'lon qilindi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur sohadagi tajriba dunyo bo'yicha ko'p qitim ishlangan bo'lsa-mu, hozirgacha natijalik bo'lmay kelgan. Uchurlarda ma'lum bo'lishicha, doktor Shuhrat Mutallib yetakchiligidagi tadqiqot guruhida Uyg'ur rayonidan qabul qilingan yana bir olim Polat ismli Uyg'ur o'quvchi bor ekan. Doktor Shuhrat Mutallib dunyo klon tadqiqotidagi yetakchi shaxslarning biri. U Amerika Oregon Sayya va Pan-texnika universitetidagi bir tadqiqot markazida ishlaydi. Uyg'ur ayollarining diniy yo'sinda kiyinishiga qaratilgan cheklash Aqsu tavasidami qattiq yurgizilgan. Halbuki doirlarning shu xildagi cheklash harakati Aqsu dehqonlarining qattiq qarshiligida suvga chilashgan. Bultur 6-oyda tashviqot xizmatiga mas'ul Birlik sab ishxonasining xodimlari Aqsu shaharlik 5 tugman yezisida yog'liq atgan ayollarni yig'ib olib 400 yuandan jarimani to'lashga majburlagan. Bu mazkur yezdagi Uyg'urlarning kuchli noroziligini qo'zg'agan. Özünü aşkarlaşını xalamagan dehqonning bildirishiga qaraganda 5 tugman yezdagi har xil qatlamdagi Uyg'urlarning birlashib norozilik ko'rsatishi bilan Xitoy hukumati maqsadiga yetolmaydiganligini his qilib, yog'liq atqanlarga hujum qilish harakatini suslashtirgan. Ammo o'rangan ayollarning yuzini echib etish harakati keng ko'lamda davom qilmoqda. Aqsu 5 tugman yezdagi Birlik sab ishxonasining mas'ul xodimi u yezdagi yog'liq atgan ayollarga jarimani qo'yilganligini inkor qilgan bo'lsa-mu, o'zining bu sohada aktivlik bilan yurgizayotgan xizmatlarini yo'shirib qololmadi. Xotan Lopnaysi 1-o'tir maktabidagi Uyg'ur o'quvchilar 13-may dars tashlab maktab viviskilarining Uyg'urcha yozilishini talab qilgan. Uyg'ur biz to'g'rining xabarida bayon qilinishicha, o'quvchilar mazkur maktabga bu yil 4-oyda ko'chib borgan. U chaqda maktab qurilishi to'liq bitmagan bo'lg'achqa, maktab viviskalarida Uyg'urcha xatning bo'lmasligi Uyg'ur o'quvchilarni hayron qoldirmagan. Lekin maktab qurilishi tamomlanganda maktab darvozasi, o'qitish binosi, kutubxona va tajribaxona qatorliq binolarning viviskasi butunlay Xitoycha yozilgan bo'lib, Uyg'urcha yoziqqa o'rin berilmagan. Bu mazkur maktabdagi o'quvchilarning kuchli noroziligini qo'zg'agan. Natijada o'quvchilar buningga qarshi dars tashlab, norozilik bildirgan. Oxiri Noillik ma'rif idorasi rahbarlari voqeaga aralashib, viviskalarni Uyg'urcha yozishga va'da bergandan keyin o'quvchilar darsga kirishga qo'shilgan.
5 iyul vaqasidan keyin izdereksiz g'oyib bo'lganligi eng yaqinda bayqalganlarning biri yakanlik Ablis Qadir. U 2009 yili 8 oyning 1-kuni Urumchida navoiylik qilayotgan do'konidan 2 shogirdi bilan birlikda tutib ketilgan. Ablis Qadirning shogirdlari 6 va 7 oydan keyin qo'yib berilgan. Ammo uning izderigi hozirgacha ma'lum emas. Ablis Qadirning ayoli Amina xonim 3 bolasini orqasiga selib 4 yildan beri erini izlab yurmoqda. Amina xonim Yakan va Urumchidagi aloqador idora organlardan eri haqida hech qanday ma'lumot olamagan. Ma'lum bo'lishicha, Ablis Qadir shu yili 6 oyda doktorxonada davolanayotgan inisining holidan xabar olish uchun Yakanga ketgan va 7 oyning 18 kuni Urumchiga yetib kelgan. Ya'ni uning 5 iyul vaqasi bilan hech qanday chetishligi bo'lmasa-mu, Uyg'ur kimligi 5 iyuldan keyingi tutqunda jinoyat gumondori sanalishga yetarli sabab bo'lgan. Möhtərəm televizor kögüçülər yuqorda Erkin Asiya Radiosunun Abdülü xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xeyr xoş. Xeyr xoş.